Assalomu alaykum. Men bugun Eko Hero Bek jamiyatining xayr-xo'rlik iloji o'tkazilib o'tiribdi. Bu ilojga men Vaqf xayr-xo'rlik jamiyatlik fondining Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali ham o'z ulushini qo'shib xayr-xo'rlik sovg'alarini berib o'tiribdi. Shu ilojda butun xalqimizni, yelimizni shu xayr-xo'rlik ilojlarini chaqirib qolamiz. Eko Hero xayr-xo'rlik ilojida qatnashib o'tgan yigitlarimiz xalqimizning tozaligi, obodonligi uchun ko'p ilojlarni amalga oshirdi. Shu xalqimizning tozaligi ham obodonligi uchun butun shu xayr-xo'rlik ilojga shu qavindalarimizni chaqirib qolamiz. Shu ilojda yana bir narsani aytib o'tishni maqsad qildim. Sababi Qoraqalpog'iston Respublikasining Qala ham rayonidagi 400 ga shamolat sotsial jardamga muhtoj bolalarimizning qisqa issiq kurtka ham oyoq kiyimlar tarqatildi. Maqsadimiz yoshlar ham xalq arasida eko madaniyatni qalblashtirish ham sig'indi saralashning ahamiyatligini tushuntiruv.